Elektromobillar nima uchun yonib ketyapti? Asosiy muammo akkumulyatorda. Hozir men sizlarga hamma yo'lni tushuntirib beraman. Asosiy akkumulyatorlar ikki xilga bo'linadi: litiy-ion va litiy-jelezofosfat. Litiy-ionli akkumulyatorlar xavfli hisoblanadi, chunki qiziganda o'zidan havo ishlab chiqaradi va u bilan yonish reaksiyasi kuchayib ketadi. 1200 gradusgacha yonishi mumkin, 3 kungacha yonishi mumkin. Amerikada spesialniy hovuzlar qilib qo'ygan, elektromobil yonib ketsa, litiy-ionli akkumulyator bo'lsa, oladi, basseyniga tashlab qo'yadi, o'chgandan keyin bo'ldi, uje mashinangiz musor. Ikkinchi turdagi akkumulyatorlarimiz litiy-jelezofosfatli akkumulyatorlar. Dunyo bo'yicha eng xavfsiz hisoblanadi. Qiziganda o'zidan havo chiqarmaydi, yonib ketish, portlab ketish shansi yo'q. Даже tekshirsangiz ham. Litiy-ionli akkumulyatorlarda ham o'ziga yarasha zo'r pluslari bor. Kichkina hajmda maksimal energiya bera oladi, sportkarlar uchun zo'r. Lekin jelezofosfatli akkumulyatorlar 5 barobar ko'proq xizmat qiladi. Zepa avtomobillarimizda jelezofosfatli akkumulyatorlar ishlatilgan.